Assalomu alaykum ustagalar. Xudo xolasa bu yoqda 1 metrlik apalovkamiz. Общий metraji 18 metr bo'ladi va bu yoqda ikkita burchak beramiz alohida. 66 dona 40lik o'q ketadi. Boltga aka syomnik o'qqa yashiqchalarni ham qilib beramiz. Liftlarning qalinligi 2,8 mm, orqasiga 4.2 profil qo'yilgan. Mana bu kачествоda bo'ladi. Arqalari va xohlasangiz tagini o'g'li qilib beramiz, tevasini skobali qilib beramiz. Mana shu holatda. Misol uchun bunda 20, 30, 40, 50, 55 lik o'qqacha apalovka beton quysangiz bo'laveradi. Faqat tagiga alohida 33 dona liboy razmerdagi o'qlarni olsangiz bo'ldi. Bunaqangi 66 dona olish shart emas. Mana shu holatda. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa cheklanmagan miqdorda bor.